Barchangizga assalomu alaykum. Jasurbek Jo'rayev kanalining obunachilari va bizni kuzatib turgan tomoshabinlar, akalar, ushbu dasturimizda boshdan oxirigacha tomosha qiling, chunki biz ushbu dasturimizda har xil turdagi sotiladigan texnikalarni obzor qilib o'tamiz. Agarda sizda ham sotiladigan texnikalar bo'lsa, marhamat reklama xizmati deb qo'yilgan raqamlarga hoziroq qo'ng'iroq qilsangiz, biz bilan bog'lanib o'z texnikangizni tezroq reklama qilib sotishingiz mumkin. Videomizga esa bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada hoziroq o'zingizga kerakli bo'lgan texnikani nomini yozib qoldirsangiz, ertangi dasturlarimizda siz so'ragan texnikalarni ham chiqarishga harakat qilamiz. Biz esa ushbu dasturimizni boshladik. Akalar, mana shu ekranda ko'rib turgan traktorimiz srochin sotiladi. Akalar, texnikamizning holati yaxshi holatda, motorida ozgina ishi bor ekan. Ushbu texnikamizning sirkulyatsiyasini to'g'irlash kerak. Texnikamiz 1988-yilda ishlab chiqarilgan, manzil Samarqandning Ishtixonda. Texnikamizning narxini esa 17 million so'm so'rashmoqda. Yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamizning qolgan ma'lumotlar uchun akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, o'zlari batafsil ma'lumotlarni ham tushuntirib berishadilar. Qiziqadigan tomoshabinlarimiz bo'lsa, marhamat. Arzon Belarus MTZ 80 so'ragan akalarimiz uchun mana shu ekranda ko'rib turgan Belarus MTZ 80 traktorimizni tavsiya qilib o'taman. Akalar, ushbu texnikamizning holati a'lo darajada, hamma yer ishlab turibdi deb aytib o'tmoqdalar. Akamiz o'zlari hamma yer remont qilib sizlar uchun tayyor qilib qo'yganlar. Sizlar faqatgina sotib olib haydasangiz bo'ldi akalar. Ushbu texnikamizga esa 45 million so'm so'rashmoqda. Yana orqasida bitta agregati bor. U ham sizlarga akalar bonus sifatida qo'shib beriladi. Texnikamizni olasiz va haydaysiz, hamma yer soz holatda, manzil Andijonda. Traktorimiz qiziq bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qiling. Akalar, agarda sizlarga sifatli press-podborshiklar kerak bo'lsa, marhamat mana shu akamizga bemalol murojaat qilishingiz mumkin. Ushbu akalarimizda press-podborshiklarning har xil turdagi variantlari bor. Press-podborshiklarning narxi esa 13 ming dollardan 18 ming dollargacha deyishmoqda. Holatlari zo'r holatda, Koreyadan keltirilgan, O'zbekistonda hali ishlamagan deb aytib o'tishmoqdalar. Press-podborshikimizning yili esa 2016-yilda ishlab chiqarilgan. Ushbu press-podborshikimiz Qo'qonda. Qolgan ma'lumotlar uchun akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, o'zlari batafsil ma'lumotlarni ham bemalol tushuntirib beradilar. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, marhamat. Akalar, kommentariyada Telegram kanalimizning silkasini qoldirganmiz. Telegram kanalimizga ham o'tib obuna bo'lib qo'ysangiz, u yerdagi sotiladigan texnikalarni ham bemalol tomosha qilib borishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa Belarus MTZ 80 traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamiz 1990-yilda ishlab chiqarilgan. Dokumentlari joyida, texnik holati yaxshi holatda deb aytib o'tmoqdalar. Ushbu texnikamizning hamma yeri ishlab turibdi. Texnikamizning narxini esa 60 million so'm so'rashmoqda. Manzil Andijonda. Qiziqgan tomoshabinlarimiz bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, qolgan ma'lumotlarni ham o'zlari tushuntirib berishadilar. Motorlari moy yemaydi, zo'r holatdagi texnika. Qiziqlar bo'lsa, marhamat. Keyin sotiladigan texnikamiz esa Yuto 454 traktorimiz sotiladi akalar. Ushbu texnikamiz sabzi kovlagich, barana, chizel va plugi bilan qo'shib sotiladi komplekt holatda. Texnikamizning holati zo'r holatda, nahadu deb aytib o'tishmoqdalar. Yoqasiz, haydaysiz, hech qanday kamchiligi yo'q deyishmoqda. Texnikamizning komplekt holatdagi narxi esa 170 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Qolgan ma'lumotlar uchun akamiz raqamlarini qoldirganmiz. Qo'ng'iroq qilib, qolgan ma'lumotlarni ham bilib oling. Eslatib o'tamiz akalar, qilayotgan mehnatimizni baholash sifatida esa bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ying va albatta kommentariyada o'zingizga kerakli bo'lgan texnikaning nomini yozib qoldirsangiz, keyingi dasturlarimizda siz so'ragan texnikalarni ham chiqarishga harakat qilamiz akalar. Keyin sotiladigan texnikamiz esa ushbu ekranda ko'rib turgan arzon narxdagi press-podborshikimiz sotiladi. Arzonligining sababi esa pul juda ham zarur deyishmoqda. Ushbu texnikamizning narxini 48 million so'm so'rashmoqda. Texnikamiz ishlab turgan texnika, hech qanday kamchilik va rasxotli joylari yo'q. Olasiz va ishlatasiz akalar. Ushbu texnikamizning garantiyasi bor deyishmoqda. Manzili esa Farg'onada. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, egasining raqami ekranda qo'ng'iroq qilib, qolgan ma'lumotlarni ham bilib oling. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz Belarus MTZ traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz 2022-yilda ishlab chiqarilgan deb aytib o'tishmoqdalar. Ushbu texnikamizning hamma yeri soz holatda ishlab turgan texnika, 212 ot kuchiga ega, 3900 motochasi ishlagan ekan. Ushbu texnikamizning holati zo'r holatda, sassanasi yaxshi holatda, balonlari ham yaxshi holatda. Narxi 420 million so'm, manzil Qoraqalpoqda. Keyin sotiladigan texnikamiz esa mini traktor Zubr so'ragan akalarimiz uchun ushbu texnikamiz sizlar uchun akalar. Ushbu mini traktor Zubr traktori sotuvga qo'yilgan. Texnikamizning holati yangidek turibdi. Hech qanaqa kamchilik va rasxotli joylari yo'q. Olasiz va ishlatadi. Ushbu texnikamizga esa 13 million so'm so'rashmoqda. Yana kelishamiz deb qo'ygan ekanlar. Akamiz Toshkentda turibdilar. Bemalol texnikani borib ko'rib, haydab ko'rib, tekshirib ko'rib olishingiz mumkin. Qolgan ma'lumotlarni ham bilmoqchi bo'lsangiz, akamizga qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Eslatib o'tamiz, sizda ham xuddi shunaqa sotiladigan texnikalar bo'lsa, sotolmay yurgan bo'lsangiz, videoni boshiga o'tsangiz akalar, reklama xizmati deb o'zimiz raqamlarimiz qoldirganmiz. Bizga aloqaga chiqsangiz, biz sizlarga texnikangizni tezroq reklama qilib sotishga yordam beramiz.
Keyin sotiladigan texnikamiz esa traktor TD5 110 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz ishlab turgan texnika, holati yaxshi holatda deyishmoqda. Ushbu traktorimizga esa $18,000 so'rashmoqda. Yana kelishadigan joyi bor. Ushbu traktorimiz esa Buxoro viloyatida. Traktorimizni ko'ring, agarda o'zingizga ma'qul kelsa, texnikamiz sizlarga qiziq bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, qolgan ma'lumotlarni ham o'zlari tushuntirib beradilar akalar. Keyin sotiladigan texnikamiz Belarus MTZ 82.2 traktorimiz sotiladi. Ushbu texnikamiz 2019-yil ishlab chiqarilgan. Hech qayeri ochilmagan deyishmoqda, motorni ham ochilmagan, faqatgina naqdga sotiladi, hech qanday variant yo'q. Texnikamizning rasxodli joylari yo'q, olasiz haydaysiz, garantiyasi bor deyishmoqda. Ushbu texnikamizga esa 220 million so'm so'rashmoqda. Yana kelishadigan joyi bor. Texnikamiz esa Samarqand viloyatida. Traktorimizni ko'ring, o'zingizga ma'qul kelsa bemalol sotib olishingiz mumkin. Ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Keyin sotiladigan texnikamiz esa ushbu ekranda ko'rib turgan Belarus traktorimiz komplekt holatda sotiladi. Texnikaning holati nahadu, motor korobkalari, zadniy mostlari original, zapchastlari hammasi zo'r holatda turibdi. Agregatlari ham bor, selka, turetskiy, chizel, ochar, kultivator, hamma narsalar bor akalar. Komplekt holatdagi narxi esa $20,000 so'rashmoqda. Yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz ham Toshkentda turibdi. Traktorimiz qiziq bo'lsa, albatta akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, o'zlari bilan qolgan ma'lumotlarni ham gaplashib olishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa kir sotuvga qo'yilgan akalar. Mana shu ekranda ko'rib turgan kirimiz sotiladi. Texnikamizni yangi olingan deb aytib o'tmoqdalar. Holati zo'r, holatda xarajati yo'q. Ko'p ishlamagan. Ushbu texnikamizning tishlari yangi 28 ta deb aytib o'tmoqdalar. Balonlari ham yangi holatda. Narxini esa 30 million so'm so'rashmoqda. Yana o'z-moz kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz esa Samarqand viloyatida. Texnikamiz agarda sizlarga qiziq bo'lsa, akamiz raqamlar ekranda qo'ng'iroq qilib, batafsil ma'lumotlarni ham bilib oling. Akalar, videomizni qo'llab-quvvatlash sifatida esa bir dona like tugmasini bosib, kanalimizga obuna bo'lib qo'ysangiz, ertangi dasturlarimizni ham o'tkazib yuboray ko'rish imkoniyatiga ega bo'lasiz. Yana bir navbatdagi sotiladigan teleshkamizni obzorni qilib o'taman akalar. Ushbu teleshkamizning holati zo'r holatda deb aytib o'tmoqdalar. Hamma ishlab turibdi, dokumentlari ham, ramalari ham, hamma narsasi polik butun. O'ziniki balonlari ham 3 tasi zo'r holatda, setkalari ham bor ekan. Ushbu pritsepimizni sotib olmoqchi bo'lsangiz, akamizga qo'ng'iroq qilsangiz, o'zlari qolgan ma'lumotlarni ham aytib o'tishadi. Pritsepimizning suyagi butun, narxi 20 million so'm, manzil Samarqandda. Keyin sotiladigan texnikamiz esa klass Axos 340 traktorimiz sotuvga qo'yilgan. Ushbu texnikamizning ma'lumotini aytib o'taman. Texnikamiz 2011-yil ishlab chiqarilgan, yurgani 5550 motorchasi ishlagan ekan. Holati a'lo darajada. Murojaat uchun raqamlarni qoldirganmiz. Akamizga qo'ng'iroq qiling, qolgan ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Narxini esa 550 million so'm so'rashmoqda. Yana kelishadigan joyi bor. Ushbu texnikamiz esa Xorazmda. Qiziqgan akalarimiz bo'lsa, akamizga qo'ng'iroq qilib qolgan ma'lumotlarni ham bilib olishingiz mumkin. Akalar, kommentariyada Telegram kanalimizning ssilkasini qo'yganmiz, o'tib qo'yishni unutmang. O'sha ssilkani ustiga bosib Telegram kanalimizga qo'shilib olsangiz, u yerga ham har kunlik sotiladigan texnikalarni tashlab boramiz, zo'rlarni ko'rib borishingiz mumkin. Navbatdagi sotiladigan texnikamiz esa Belarus 920 sotiladi. Akalar, ushbu traktorimiz 2018-yil ishlab chiqarilgan. Hech qayeri ochilmagan, radnoy holatda turibdi, balonlari ham radnoy holatda turibdi. Turbochka, kompressor, zavodskoy, bu hamma ishlab turgan texnika deb aytib o'tmoqdalar. Ishga tayyor, xarajati yo'q texnika. Faqatgina traktorni o'zi, qo'shimcha jihozlari yo'q. Narxi esa 215 million so'm. Yana kelishadigan joyi bor. Manzil Samarqandda. Ushbu texnikamiz sizlarga qiziq bo'lsa, akamiz raqamlari ekranda qoldirganmiz. Qo'ng'iroq qiling, qolgan ma'lumotlarni ham bilib oling. Biz esa ushbu dasturimizni yakunlaymiz akalar. Ertangi dasturimizga qadar sog' bo'ling, salomat bo'ling.